Hammasi shoshilinch arzon uy kerak bo'lganidan boshlandi. Shahar markazidagi eski kvartiralardan xona topdim. Uy egasi qo'rqinchli ko'zli ayol ogohlantirdi. Qo'shnilar shovqin qilmaydi, g'alati. Ha, ba'zan boylar ham ko'chib keladi, xavotir olmang. Men bunga e'tibor bermadim. Asosiysi narxi juda arzon edi. Ko'chib keldim. Uy eski edi, g'alati hid kelardi. Va tovushlar. Hech kim yurmaydi, ammo pol taxtalarining g'ichirlashi, devor ortidagi shovqin, kimdir doimiy va sekin harakatlanayotgandek. Kechasi devorlardan yumshoq g'ichirlash eshitilardi. Kimdir havo quvurida sudrilayotgandek. Qo'shnilar rostdan ham g'alati edi. Hammasi emas, ko'pchiligi jim, rangsiz va yomon hidli. Ular kamdan-kam holatda xonalardan chiqishardi va bitta-bittadan ular doimo nimadir chaynashardi, ovoz chiqarmay. Mana ko'chib kelganimga 3 oy bo'ldi. Bir kuni devordagi qattiq g'ichirlash va shovqin kuchayib ketdi. Ertalab esa qarama-qarshi xona bo'sh edi. Shunchaki bo'sh. Narsalar yo'qolgan, eshik esa keng ochiq edi. Bir hafta o'tib uy egasi yangi ijarachi olib keldi.